Xo'sh, oxir ketdik. Bizning bu ishimizni hech kim bilib qolmasa bo'ldi-da. Xo'sh. Yaxshi ham ertalab turdik. Qo'shlarimiz ko'rmasa bo'ldi bizda. Kichigina uxlayim kelyapti-da. Lekin boriga shukur qilamiz. Yo'ma-yo, banditlarga ishlash juda ham qiyin bo'ladi-da. Militsiyalar bizni ko'rmasa bo'ldi. Bu yoqda. Mana. Voy qara, kavch mabaqa bor-ku. Kavch bizga juda ko'p narsalar berishadi-da. Ana shunga xo'sh nima qilsam? Banditlarni politsiyachiga aytib beramizmi? Lekin mayli-da, do'sti, lekin bitta muammo bor. Faqat boshlig'imiz eqqa turibdi-da, bizni ko'rib qolishi mumkin. Turibman, nima qilamiz endi? Mayli. Bugungina ishlaymiz-da, shu bilan aytamiz. Evdan qochib ketamiz. Xo'sh, mayli, do'sti. Xo'sh. Sen ketmay tur, yomg'ir boshlab bitta bosh telefon qildi. Mayli. Oli, boz. Yo'q, xo'sh boramiz. Ey, boz biz telefon chaqirayotganga ketdik. Mayli, tezroq bo'lmasa. Voy, bila, boz yana bizga pul bermasligi mumkin, bila. Mayli, ko'rib o'tiribman. Axranavam bor. Tezroq o'taylik. Qo'shnilarimiz ko'rmasin. Birinchi men gapirishib olay. Mayli. Uzr. Ey, shoshilganda tezroq bo'l. Men qo'rqyapman. Bedda yo'q. Ya uzr. Stop. O'tirib tur. Salom. Короче, bizga libosga o'zingiz tushuntirasiz-da. Xo'sh. Assalomu alaykum. Boz, uzr kech qolganimiz uchun. Boz. Ey, sen tushib tur, boz gap bor ekan. Mayli. Xo'sh, do'stlar. Men ularga qarab o'tiribman. Xo'sh, yur. Javohir, siz qayerdasiz? Gapim bor, yuring. Nimadir bo'ldimi? Boz bor-ku. Aytdi, qotillik qilinglar dedi. Endi nima qilamiz? Agar politsiyachilar aytib bersa, shular qotillik qilsa, biz qamab qo'yishmasmi bular? Nima qilamiz? Hammasi endi ketib ketamiz, nima qilamiz? Bilmasam. Gapiringsan. Ruxsat emas-da. Gapiring. Mayli. Bittagina yo'l qoldi. Biz yolg'ondan o'zimizda uyimizdagi hamma ishlagan narsamizni olib boramiz. Birinchidan. Shu bilan boshda aldaymizda biz qanday tushuntirsam ekan, boshga olib boramizda shu bilan biz kelmay qolamiz. Bosh aytdi-ku, agar bitta qochib ketsanglar, sizlarni yer tagidan bo'lsam topaman dedi-ku. Ammo oxirgi shuni o'ldiramiz, keyin o'ldirmaymiz, boshqa dunyo. Mayli, xo'sh. Dubayga ketaveramiz, pulimiz bo'ladi. Mayli, bir marta shuni qilamiz, shu bilan umuman qilmaymiz, va'da beramiz. Mayli, xo'p. Qarorchi, uyimizdan pichoqni olamiz va o'ldirganni boramiz. Mayli, boshqa. Qarorchi, to'pponchalarimizni olib qo'yishdi. Menga eng yaxshi qurolim drobikini ham olib qo'ydi. Voy, ketdik. Biz nima SSSR davridagi taporlar bilan urishamizmi nima? Mana shu yer. Qotillik bo'layotgan joy. Juda yaqinda uyimiz orqasi. Ko'rishasiz? Sekin kir, sekin. Yo'q, eng tepa qavatda. Bo'ldi. Sekin gapiraylik. Ketdik. Mayli, yur. Voy, nimadir meni kirgizmayapti. Bo'ldi. Javohir. Hozirchimi? Qayoq? Mana shu yer. Qani? Xo'sh. Sekinlik bilan kiramasam o'tiribdi, xo'pmi? Mayli, tezroq bo'l. Yo'q. O'zim chaqirsam kirasan. Qo'y. Kimsan? Ey, kir. Qayerdasan? Bo'ldi. Yaramas kelibdi. Qilichimni olib qo'ydi. Yaramas. O'zi qo'g'ladi. Bu narsani istamaganini o'zing bilasan. Madam. Boz, tez yerda ketaylik. Ey, stop. Politsiyachilar kelyapti, qoch. Mayli, tezroq. Yerdan ketmaymiz. Bilib qoladi bo'lmasa. Eng tepasiga chiqamiz. Tezroq, do'sti. Voy, do'sti. Men yo'qolib qoldim. Eng tepasiga chiq. Bo'ldi. Chiqyapman. Yana. Yana tez.
Endi tepasi qochmasak bo'lmaydi, chiq. Bo'ldi, tezroq. Do'stlar. Tepasi chiqquncha boqorim samolyot bo'lishi mumkin. Tushmadi, nima bo'ldi? Xo'sh. Yo'qishdi. Voy, endi nima qilamiz do'stlar? Yo'qki. Yomg'ir ham shu vaqtda yo. Asha o'tirib turamiz. Xo'sh. Eshik yo'q. Davay, tezroq. Eshiklarni yop. O'tir. Chekka o'tir. Juda ham charchadim, bilyapman. Xo'sh, mayli. Nima qilamiz endi? Bilmasam, qaraylikchi. Sekin. Birinchidan qilichimizni tashlamaylik, bo'lmasa qo'limizda izimizni topib oladi. Qaraysigan, qaraychi. Nima qilamiz, jigar? Voy, kimnidir ko'rdim. Nima qilamiz? Bizni o'ldirishi mumkin. Voy, qayoqdandir qochamizmi? Masha qilib gutirib qolamiz, yot. Mayli. Ey, tur. Ketishimiz kerak. Meni ushlamanglar. Ushlaganimiz yo'q, ketdik. Liftdan tushamiz. Agar qilichini yashirib tasha. Agar kim o'ldirdi buni kishini biz yangi ko'chib keldik. To'xtab meni ham. Mayli. Hozir. Yo'q, shu hammasi bosdi, bo'ldi. Bosda endi hech qachon ishlamayman. Bosdi va hech qachon kechirmayman. Sen kirdimasimdan avval bor-ku? Ha. Men oilam bor deganda, endi yo'q, nima qilamiz? Mayli. Javohir. Ha. Sizning moshinangiz bormi? Yo'q. O'z olib qo'ygandi. Qayerdan shu yaramas ko'tga ishladigan. Bitta banditlardan bor-ku? Ha. Tipi bitta aka o'tiribdi-ku? Ha. O'shman taniyman. O'sha qarindosh mabaqa uyi bor. Juda uzoqda, boramizmi? Mayli. Ketdik. Xo'sh, to'xtab tur-da. Xo'sh do'stlar, biz Javohir bilan buning qarindoshlarini oldiga borib olaylik. Hozir videoni qo'shamiz. Xo'sh, qochdik. Mana shu yer. Stop, bitta qarab chiqayman. Mayli. Bu yer emas. Do'stlar, Yo'q, shu qaq ketdi. nahot kipsing. Bosimiz shaqqacha kelgan bo'lsa. Qani? Bir sekund shaq kutdi-chi. Go'shda. Shaq kutdi. Qamoqxonani ko'ryapman. Bilay, endi qamoqxonani oldiga yaqinmiz ekan. Ha, bilaman. Xo'sh. Javohir. Chiqib tur. Hozir nimadir bo'lyapti. Mayli, men qarab turaman. Militsiyalar yo'qmi? Yomg'ir tugadi. Akam shaqqa ekan, faqat boqqa ekan. Bu tarafga ham jo'yib kir. Xo'sh. Kir. Mumkinmi? Xo'sh. Mumkin. Tarochi aka biza bosib, bitta qotillik qilib qo'ydik, nima qilish bilmaymiz. Assalomu alaykum. Oilasi bor-da. Mana shu yerni boqmas-ku bu. Gullar entirib chiqdingizmi? Ha, bo'ldi. Aka nima qilish bilmaymiz. Bironta bizga ikkita belt bering. Chet el ketishga. Xo'sh. Salim gapir. Mayli. Assalomu alaykum. Assalom. Siz mening do'stimning qarindoshisiz. Qarindoshman. Xo'sh. Iltimos bizga chet elga bilet bering. Hamma narsaga rozimiz. Iltimos. U meni qo'limga emas. Boshqamizni tutib o'ldirishini bilasizlar-ku. Aka, bilib turibmiz, lekin bu yerdan ketishimiz kerak-ku. Xo'sh. Chindan iltimos, lekin hamma narsaga rozimiz. Agar qochganlaringizni bos bo'lsa, lekin meni uklamanglar. O'lsangiz aniq. Mayli, lekin qolamizmi? O'lishimiz aniq ekan-ku. Bizga po'q qo'y, ketaveramiz. Ikkita bering. Hech bo'lmasa bering. Shuni. Xo'p, mayli. Bir kunga tinib turinglar, men kelaman. Mayli, o'lsak ham mayli. Bo'ldi, jigar hozir keladi. Xo'sh. Aka, sizning uyingizga bir kun ham yotib qoldik. Endi bizga biletlarni berdingiz. Achinda? Mana qo'limda, ikkita bilet qansa? Mana qo'limda bitta bilet. Xo'sh. Qarshi ikkita bilet, ikkita bor. Xo'p, mayli. Qarochi o'zimda biz ketamiz. Sog' bo'ling aka. Xo'p, rahmat sizga. Qanisan ketdik, akam ham uydan bo'lgan ketdi. Sening akang zo'r ekan. Qaraydi, men ham shuni. Akam banditlar bilan ish ko'radi-da. Akang sotmaydimi bizni?
Yo'q, akam Mesutda. Stop. Tezroq. Qamoqxonami? Ha, qamoqxona. Endi nima qilamiz? Beddan ham yo'q. Nima qilamiz? U tomon Urmoqchidan ketamizmi? Mayli. Endi farqi yo'q. Qabul. Xo'sh, mayli. Mayli. Mana qara. Короче, menda telefon. Sen telefon bormi? Yo'q. Men undan bosh olib qo'ydi. Bilan. Bosh? Ha? Nima bo'ldi? Xo'sh. Voy, Hech bo'lmasa qilichim qoldi. ay bosh olib qo'ysa biz Bu yer emas qilichingga. Menga hech nima kerak emas. Tupurdim. mana Xo'sh. qilsin taylam. Tupurdim ikkalangga ham. Ketdik. Mana bu yerdan ketamiz. Qayerdan? Bir tomondan ham lekin nima qilamiz? Muncha tezsan-a? Juda ham tuvat kringelyapti. Mayli, hadil o'z Lekin yo'liga. borka, oilam bor deganda juda ham xafa bo'ldim. Oilasi bor odamlar o'ldirging kelmaydi. O'zing ham bilding-ku. Bilan aybim yo'q. Boz majbur qildi. Bu ana. Boshda endi hech qachon kechirmayman. Mana. Uyimizga qaytsakmi, narsalarni olib olaydik. Qara, mana bu yoqqa borku. Ikki damor cho'y bor ekan. Oltin. Oltin. Oltin emas. Mayli, tezroq. Maktabku bu yoq. Ha. Nima qilamiz? Maktabga kiramizmi? Orqa tarafga ketamiz. Mayli. Ke. Bir kungina ishlab qolaylik shaqqa hech bo'lmasa. Faqat mana bu yerda qandoshim bor-da. Aytganda bu yoqqa faqat poliuchilar bor edi. Dedi, qo'shilamizmi? Bilmasam, sen ayt, sen boshliqsan-ku. Poliuchni yomon ko'raman, lekin Mana. pul kerak. Xo'sh, mayli. Da bo'ldi. Kiramizmi? Bu orqa Mayli. eshik bo'lsa ham stobeda hech kim Kamera yo'q ekan. yo'qmi? Stob hech kim yo'q ekan-ey. Tak kamera yo'q. Ketdi, be hech kim yo'q ekan. Qornim ochqadi. Javohir, qachon kelamiz? Meni ham qornim och qoldi. Menda ikkita bilet bor, yeymizmi? Ikkita biletgami? Ikkita bilet sotsa lekin juda ko'p katta narsa sotib olishimiz mumkin. Ha, skuterlar bo'lmaydi. U o't. What? Namizmi? Yo, Yo'q, bolasi bor-ku, hech qachon tashlab ketmaydi bolasini. bosu kelib, qoch. Chindanmi? Ha, bosu odamlarni ko'rdim. Ya, Shunda men ko'rganim kimnidir ko'rdim. Men ko'rganim lekin men qochib ketdim. Nima qilamiz? Meni nima tashlab ketyapsan? Tez, iltimos. Mayli, tezroq. Do'sti. Endi qo'y, qayerga ketsak ham. Qaqqadir yashinib olsak bo'ldi. Qurilmagan bino. U anshaqqa bir kun uxlab qolamizmi? Da, bo'ldi. Ovqatsiz baribir juda ham qiyin. Nima? Ana o'q ovoz mana bitta to'pponcha bordi-yu, bitta to'pponcha olib kelishdi chet eldan. Aytdilarmi? Mana bir o'q otadi-da. Ha. O'q faqat unchalik ovoz chiqarmaydi. Murchayi ham ovoz uncha bermaydi. Lekin men eshitdim uni. Qornim ochiqqaniga Bitta iloji bor, lekin daryodan o'tish kerak. Mayli, menga poq qo'ysang-chi. menga ham. Men unchalik katta deb o'ylamadim. Suzishni bilamanman. Mayli, sen o'rgatganingdek qilaman. Vocha. Voy do'stlar. Do'stim, men nafas ola olmayapman. Maxsus bitta pasta. Meni kutib tur. Yaramas. Bo'ldi. Qanday chiqamiz endi? Mana. Chiqish joyi bor ekan. Chiqdingmi? Ha. Soqatdim. Qani, xo'sh. Avtobus bor ekan, avtobusga ketamizmi? Yo'q, men binoga kiramiz, sotib olamiz. Bilet sotishda endi boshqa ilojimiz yo'q, lekin bu Meni qornim ochiqqaniga shunchalik sekin yuryapman-ki. U mana. Do'stim, mayli, qo'y. O'rin ham hech bo'lmasa ovqat olaylik. Bu yoqqa eshikni buzibdi. Yo'q, bu aniq yaxshi joy emas. Balkim buzib ketibdi. Mayli, do'stim, boshqa joyga boraylik. Unchalik ishonchli emas-u, mayli. Ketdik. Xo'sh.
Bosh bizani ana o'ldirishani. Nima qilamiz? Mayli, orqaga qarab ketaylik. To'xtada. Kimnidir ko'ryapman, tezroq. Qani? Kimnidir ko'rdim. Qaqqa? He, orqamizda boyna kiygan joyimizda. Voy bala, kimdir orqamizni suzib ketdi. Bo'ldi. Ayvon. Osh do'stlar 2 kilometrdan keyin